Feruza Normatova to'ydan keyin afsuslandi, ammo kech bo'lgan edi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Show biznes yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Feruza Normatovaning to'y liboslari ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktrisa Instagram storiesda ko'ylaklarning dizayni o'zining qaysarligi va marosimlardan oldin kiyib ko'rmagani sabab mukammal bo'lmagani haqida aytdi. Birinchi kiygan ko'ylagimning bichimini tanlaganimizda korseti bu darajada emasdi. Ichi ham oq ayvoriy rangda edi. Xonzoda Qambarova ko'ylakning ichki matosi oq ayvoriy rangda bo'lsa, chiroyli chiqishi haqida aytgandi. Men bunga rangini biroz to'qroq qilaylik, korseti tepada qolib ketmasin, sal pastroqqa tushsin degandim. Xonzoda jamoasi bilan birga ko'ylakni juda ham chiroyli xohlaganimdek tikib berdi. Ammo ko'ylak tayyor bo'lgandan keyin uni kiyib, videoga olib tashqaridan qanday turganini, yarashganmi, yo'qmi bilmaganim xatoyim bo'ldi. Aslida ko'ylagim chiroyli chiqqan. To'yim kuni ko'ylakni kiyib rasm, videolarni Instagramga joylaganimdan keyin tanqidlar yog'ildi, lekin u paytda kech bo'lgandi. Toshkentdan chiqib Sirdaryoga yetib bo'lgandim. Ko'ylakning ichki matosini och rangda qilish kerak degandim, dedi Xonzoda. Eng qizig'i, bironta odam kiyib ko'rganimda libos ustimda qanday turganini aytmagani bo'ldi. To'yi yaqin qizlarning xayolida million xil tashvishi bo'ladi. Unga maslahatlar berish kerak. Bunday paytda kelinlar bir narsaga fokus qarata olmaydi. Hayotimda biror marta bunday katta tavakkal qilmagandim. Xonzoda Qambarova o'z ishini zo'r biladigan qiz. Xatoyim uning gaplariga quloq solmaganim bo'ldi. Bundan to'g'risi afsuslandim. Nikoh oqshomida kiygan ko'ylagim ham ko'p muhokama qilindi. Shahzodaga suratga ko'rsatib, gulli ko'ylak xohlashimni aytgandim. U menga aytganimdek gulni aniq tasvirlab berdi va o'sha payt libos to'liq organza matosidan bo'lsin, ro'moli ham to'kilib turishini xohlashimni aytganman. Shu jarayonda Shahzodani fikridan aynitishgan. Organzadan emas, fatin matosidan tikish kerak, bo'lmasa arzon ko'ylakdek ko'rinib qoladi deyishgan. Menga telefon qilib, fatinga o'zgartiraylik deganlarda, mayli shunday qilib ko'ring dedim. Ko'nglim unchalik ham to'lmayotgandi, chunki organzani bilaman, ustingizda to'kilib turadi. Xullas, Shahzoda ham ikkilandi biroz. Ko'ylak arzon ko'rinadigan bo'lmasligi uchun ham rozi bo'ldim. Ko'ylakni guli ustida ham ancha bahslashganmiz. Primerkaga borganimizda qizlarni qo'l mehnatida gullarni yasayotganini ko'rdim. Juda chiroyli chiqayotgandi. O'sha kuni ham ro'molni taqib ko'rmabman. U fatindan bo'lsa, ichi ko'rinib qolar ekan. Fotihadagi ro'moldek organzadan tikilsa, ichi ko'rinmasdi. Buni Shahzoda ham bilmagan. Lekin ko'ylak juda chiroyli chiqqan. Ansamblga ham to'yxonaga ham mos tushdi. Ko'nglim sal to'lmagani fatinning fatindan tikilgani bo'ldi. Shahzoda tikib bergan qolgan ikki libosim ideal chiqdi, chunki unga umuman aralashmadim. O'zlari qilishdi hammasini. Ishlari juda chiroyli chiqdi, deydi Feruza Normatova. Eslatib o'tamiz, shu yilning 15-oktyabrda aktrisa Feruza Normatova va xorazmlik 23 yoshli MMA jangchisi Olloyor Abdushukurovning to'ylari bo'lib o'tgan edi. 2 yoshga baxt tilagan holda kommentariyada o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishni unutmang.